Atam bobo. Atam bobo mali bo'la qurola deydi. Hamma mali bo'la mana bu ko'rinishlariga hamma mali bo'laga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shu bizning shogirdimiz mali bo'la bo'yicha mutaxassisda tomlarni yulib tashlab almashtirib bu dumalab ketgan mali bo'lani hammasini rasam qilib chop qilib eshiklarni hammasi qo'yib almashadi. Ularni ularni ochdik. Malibekimizni ham. Musobaqa qanday bo'ladi endi bu yoqqa? Shotga bo'ladimi? Seni qo'yamiz. Ha? Nasib Nasib qo'yamiz. Mana shu Malibek nasib etsa Xudo xolasa. Xudo xolasa bu ham yangilar bu 8 kun bo'lgan. Ishkartiga mana Malibimiz bor. Men poni padara qilib qo'yganmiz. Nasib etsa bundan stokalarni yulib, chiroyli qilib sochishni boshqa bo'lamiz. Ishlar zo'r videolar biz kuzatgan uchun rahmat. Kuzatib qo'yinglar. Sevgi videolarni tashlab turamiz. Mobillar normal pacha bo'libdi-da. Nasib etsa stokalarni o'zimiz sarf qilamiz. Chiroyli qilamiz. Tomlarni almashtirib o'ramiz. Tomlarni. O'ganiga ham katta nasib ketayotgan qara, lukinimiz. Panoramik bu. Eshiklarni almashtirib, eshiklarni Mustafa zakon bo'ladimi? Nasib etsa chiroyli bo'ladi. Kuzatinglar. Tochkali ekan, tochkasini. Ha? Tamonga nega qilmaysiz?